Telefonda matematik misolni yechishni o'rganamiz. Qani ketdik. Xo'p, o'yinni boshlaymiz. Birinchi level 1 ko'rib o'tiribsizlar. 4, 8, 16. Raqamlar ketma-ketligi 4 dan keyin 8 2 barobar oshib ketyapti. 16 dan keyin necha keladi? 2 kara 16 32 keladi. 2 kara 4 8, 8 kara 2 16, 16 kara 2 32. Correct. Voy, buni tushunmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. 6. Kalkulyatorga hisoblab oling. 3-level. Xo'sh, ikkita to'rtburchak 8 demak bitta to'rtburchak 4 bo'ladi. Xo'sh, 4 bo'lsa 14 dan 4 ayramizda, plus bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. 10 bo'ladi, ikkita aylana 12. Bitta aylana necha bo'ladi? 5. Xo'p, aylana plus 3 burchak 11, aylana 5 edi. 11 dan 5 ayirsak 3 burchak kelib chiqadi 6. Javobimiz 6. 4-level. 6 teng 30, 3 teng 15, 7 teng 35, 2 teng so'roq. 5 ga ko'paytirib chiqyapti-da, matematik mantiq. 6 kara 5 30, 3 kara 5 15, 7 kara 5 35, 2 kara 5 necha bo'ladi? 10. 10 bo'lar ekan. 4 11 8. Savollar bo'lsa, qo'shimcha fikrlar bo'lsa izohlarda qoldirib ketasizlar. 4 11 8. 4 11 8. 7 qo'shyapti. 4 ga 7 ni qo'shsa 11, 11 ga 7 ni qo'shsa 18, 18 ga 7 ni qo'shsa 25 bo'ladi. 6-level. Buni bilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Ko'paytirish, bo'lish, ayirish, qo'shish, bo'lish o'rgan. 5 kara 5 25, 25 ga 5. 30, 30 dan 5 25 bo'ladi. O'zi 5 bilan 5 ni ayirib tashlab 5 kara 5 yozib qo'ysa ham bo'ladi 25. Tekst qilib. Easy busy. 7-level. Xo'p, o'rtoqlar diqqat qilamiz. Birinchi kvadratda umumiy nechta kvadrat joylashgan? Zo'r savol berdimmi? 4 ta-ku deb qo'ygan odam noto'g'ri gapirdi. Asli 5 ta kvadrat bo'ladi. 1 2 3 4 va общий umumiysi bilan 5 ta. Har bitta kvadrat 1 ni anglatar ekan. Xo'p, bunda endi ikkinchida nechta kvadrat bor? 9 ta kichik kvadrat bor. 1 yana 10-bilan kvadrat chizib qo'ydim. 11 12 13 umumiysi bilan 14 ta kvadrat bor. Demak, javobi 14. Tushundingizmi? Bu videomizni oxirgi levelga yetib keldik, chunki video uzayib ketishi mumkin. Level 8. A plus B teng 60, A minus B 40. Yig'indisi 60 ga ayirmasi 40 ga teng bo'lgan sonlarni toping. Oddiy. Qo'shaveramiz, B lar yo'q bo'lib ketadi. 2A teng 100 bo'ladi. A ni topish uchun 2 ga bo'lamiz. 100 ni 2 ga bo'lsak 50. Demak, 50 dan 40 ni ayiradigan bo'lsak B kelib chiqadi. 10 bo'ladi. Endi A ni B ga bo'l deyapti. 50 ni 10 ga bo'lsak necha bo'ladi, jigarim? 5 bo'ladi. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarni ko'rish uchun obuna bo'lishni unutmang. Matematikani hayotiy tarzda o'ynab o'rganamiz. Salomat bo'ling.